Hech qachon o'yinchoqdan tuymaydigan o'g'illarimga moshincha olib bersam, hamma meni urishadigan bo'lgan. Uyda moshinchalari ko'p, shuncha igrushkasi bor, olib berma, undan ko'ra unaqa qil, bunaqa qil deyshadi. Internetda bir kishini ko'rdim, o'yinchoq olib berish, bolalarning og'zidan chiqqanini olib berish bu kambag'al odamlarning odati deb aytibdi. Endi shaxsan men bu fikrda emasman qizlar, chunki mana o'zimni yoshligimni eslasam, men 94-yilman, 2000-yilda как раз men qo'yg'irchoq o'ynaydigan kichkina qizcha bo'lganman. 100 so'm turadigan kichkina barmog'imdagi keladigan qo'yg'irchoqchalar sotilardi, arzongina, o'shalarni olib berardilar. Kichkina qizchaligimda dadamlarning yonlariga borib, menga bitta katta Barbie olib berasiz deganman. Dadamlar bo'lsa, "Bo'ldi, olib beraman qizim" deganlar-yu, shu bilan olib bermaganlar, lekin men o'sha narsani ancha kutganman. O'sha kutganlarim hali ham yodimda qizlar. Bir marta onamlar eski bozordan borib bitta eski katta kukla olib kelgandilar. Biz opa-ukalarim bilan xursand bo'lib uni yuvintirib o'ynagan edik. Hozirgilarga bersangiz o'ynamaydi, to'g'ri, chunki hozir o'yinchoq ko'p va arzon. O'zim yoshligimdagi hamma narsani eslaganim uchun bolalarim ham eslab qoladi degan umiddaman. Sizlar esa nima fikrdasizlar, yozib ketinglar.